ko'p dakan baqadigan Andijon qora yoki Libboy jo'jani boqayotgan aka-ukalarimizga zo'r yechim bronxit, chuma kasalliklarini oldini olish uchun zo'r yechim qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa biz o'zimiz 2 oydan beri shu doridan rezultat olganimiz uchun Vodiy Chorva va Vodiy House kanali uchun maxsus biz obunachilar uchun yordam bo'lishligi uchun qo'limizdan kelgancha shu narsani tajriba qilib, o'zimizda sinab, hamma narsasini o'tkazib, xudo xolasa mana natijasini sizlarga aytamiz, hurmatli obunachilar. Sizlarga eng yaxshisi gripp bo'lganga, xirillayotganga, burnidan suv oqayotganga, ko'zi ishib ketayotganga eng go'zal yechim, eng arzon yechim va yaxshi natija berayotgan narsamiz Telazin va Makralan bo'ladi. Ikkalasini mix qilib olaman doim o'zim. Mix deganda qanday? Mana 50 ming so'mlik Telazin olsam, 100 ming so'mlik Makralan olyapman. Bir haftada bir marta berib qo'yapman. 700 ta jo'jaga bilmayman, bir 100 so'mdanmi yoki 50 so'mdanmi tushyapti. Biz to'g'risi men koridorda o'qiganim uchun tushunib olmayman, hisob kitob qila olmayman. Hozirgi shu kalkulyatordan foydalanaman doim. Shuni bilganlar bo'lsa, 750 ta jo'jaga 150 ming deb bo'lsa, nech puldan tushishini kommentariyada yozib ketinglar, iltimos akalar. Shu narsani biz o'zimiz berib, shu narsadan yechim olib, zo'r rezultat olganimiz uchun xudo xolasa go'zal olib jo'jalarimiz mana turibdi, xudo xolasa. Hali yaxshi natija olganimiz uchun Vodiy Chorva va Vodiy House kanali uchun obunachilarim uchun qo'limdan kelgancha sizlarga yetkazib berish uchun shuni aytib o'tyapman, hurmatli obunachilar. Lekin o'zingizlar qilasizlarmi, qilmaysizlarmi, o'zingizlar bilasizlar, chunki eng yaxshi natija, eng zo'r yechim shu bo'lyapti. Telazin, Makralan bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Men shundan foydalanganim uchun sizlarga ham tavsiya beryapman. Tavsiyam yomon emas, rezultatli bo'lgani uchun sizlarga aytayapman. Shuning uchun sizlar ham foydalanishni xohlayapman bundan. Mana shuncha jo'jam chiroyli tarzda o'ta go'zal bo'lib katta bo'lishyapti. Inshaalloh yaqin o'rtada tuxumga kirib qoladi. Vodiy Chorva kanalidan uzoqlashmanglar, hurmatli obunachilar. Sizlar uchun chiroyli kontent uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Videolarimizda ancha-muncha kamchilik, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Andijon qora jo'jasini boqib, nech pul topsa bo'ladi oyiga deganlar uchun oyiga o'rtacha minimum eng pasti 1000 topsa bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Mana o'zimdan tajriba qilib 4 yildan beri Rossiya chiqib qo'yganman. Odam qilgan ishni odam qila olmaydi ekan, bemalol mana inshaalloh qo'limizdan kelgancha jo'jalarini, tovuqlarini xalqimizga yetkazib beryapmiz. Erta bahordan xudo xolasa tovuqlarimizni 120 ming so'mdan narx qo'yib sotamiz inshaalloh. Yani qo'limizdan kelgancha mana ozgina bo'lsa ham kontent qilyapmiz-da. Kontent orqali sotyapmiz, xudo xolasa. Siz ham qila olasiz. Qo'lingizda iPhone yo iPhone 16 yoki 17 bo'lishi shart emas, yo iPhone 11 bo'lishi ham shart emas. Sekin-sekin sizni obunachilaringiz kuzatib bora kuchayib ketadi o'z kanalingizda. Xudo xolasa sotuvlar ham boshlanadi. Bemalol sotsangiz ham bo'ladi, hurmatli obunachilar. Qo'lingizdan kelgancha ayol kishimisiz, erkak kishimisiz, yosh bolamisiz yo yoshingiz kattami, qizig'i yo'q. Bu YouTube kanali shunaqa narsa. Instagram, YouTube'larda bemalol yurgizsangiz bo'ladi. Bundan sotib bo'lib, natija qilib, xudo xolasa pul qilsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shu gripp, bronxit, chuma degan kasalliklardan qutulmoqchi bo'lsanglar, oldini olish kerak. Birinchi o'rinda kasallikni oldini olsangiz, keyin kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lgandan keyin xoh tabib olib keling, xoh vrach olib keling. Qo'lidan kelgancha harakat qiladi, lekin o'tib ketgandan keyin foydasi bo'lmay qoladi. Shuning uchun oldini olish uchun bir haftada bir marta 150 ming so'mlik Telazin beraman. Shu yetadi, hurmatli obunachilar. Sizlarga ham tavsiya beraman. Sizlar bilan kanalda men Muhammad Ayub bo'ldi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Andijon qora jo'jasini boqib biznes qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga, Rossiyadagi musofir aka-ukalarimizga videolar tarqatib qo'yasizlar. Xudo xolasa 28-fevral kuni hammasini bitta joyga inshaalloh sotaman. Shunda sizlar uchun zo'r arzon qilaman, qo'limdan kelganicha. Sababi bilasizlar, sotsangiz daromad, sotmasangiz yana bitta daromad. Bunga joyim yo'q, men jo'ja boqaman. Sotishni jo'ja baqib sotaman, xudo xolasa. Tez-tezda biznesni
yuritishga harakat qilamiz. Eng zo'r biznes bu jo'ja biznesi deb bilaman. Inkubatorist bo'lsa, inkubatordan ochilib sotish biznesi deb o'ylayman. Keyingi videolarni kuzatib qolinglar, xudo xolasa. Keyingi videolarimizda bundan ham zo'r, yaxshi ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.